Dunyodagi eng sersuv daryo. Amazon. Amazonka, ular birinchi aytildi. Xitoy Xalq Respublikasining poytaxti. Pekin. Pekin. Ular gapir. Kecha va kunduz asari muallifi kim? Chulpan. Birinchi bo'lib oyga qadam qo'ygan inson. Gagarin. Yo'q, Gagarin. yo'q. Oyga. Oyga. O'tkazora. Neil Armstrong. Gidrosfera nima? Suv qatlami. Suv qatlami to'g'ri. Milan shahri qaysi davlatda joylashgan? Italiyada. Yer yuzidagi eng chuqur botiq. Marian. Mariana bularga qo'yasiz. Hech qachon aynimaydigan mahsulot. Asal. To'g'ri, bularga qo'yasiz. Qaysi hayvonning ko'zi miyasidan kattaroq? Kit. Yo'q. To'rrog'i qush. Kolibri. Yo'q. Tuya qushi kalalariga ham qo'yasiz. Savollarimiz tugadi. Qatnashganingiz uchun rahmat.